Assalomu alaykum. Kadastringizni qog'ozda emas, qonun ichida mustahkamlaydigan kalit. 2024-yil 5-avgust o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli qonun davlatimiz rahbari tomonidan imzolandi. Va 3 oydan so'ng, ya'ni 8-noyabr kuni kuchga kirgan ushbu katta ahamiyatli qonunga bugun 1 yil to'ldi. Quyida ushbu sanaga bag'ishlangan qonun ijrosining 1 yillik sarhisob bilan tanishtiramiz. O'zbekiston Respublikasining 937-sonli qonuni tartibini barcha anglashi uchun Kadastr agentligi va Davlat kadastrlar palatasi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi tomonidan targ'ibot ishlari boshlandi. Davlat kadastrlar palatasi hududiy boshqarmalari hamda tuman, shahar filiallarida xodimlar uchun huquqiy seminarlar o'z ishini boshladi. Eng avvalo, qonun ijrochilarining huquqiy ongini oshirish, to'liq ma'lumotga ega bo'lishlari uchun o'tgan 1 yil davomida 700 dan oshiq aynan shu qonunga bag'ishlangan seminar treninglar o'tkazildi. Qonun kuchga kirgan kundan boshlab o'tgan davr mobaynida tashkil etilgan 200 dan oshiq sayyor qabullarda mazkur qonun bo'yicha tushuncha berish, targ'ibot va savol-javoblar tashkil etib kelindi. Aholi orasida jonli yurib targ'ibot o'tkazish, flyer tarqatishdan tashqari Davlat kadastrlar palatasining markaziy hamda hududiy rasmiy ijtimoiy tarmoqlari orqali 630 ta infografika, 156 ta video infografika, 46 marta video va audio ochiq muloqotlar, 17 marta matbuot anjumanlari, 24 marta brifinglar, 276 marta tarmoqlar orqali qonun bo'yicha test savol-javoblari o'tkazilgan. Tashqi ommaviy axborot vositalarida esa 124 ta video intervyu, 76 ta tok-shou, 50 ta informatsion dasturlarda lavhalar efirga uzatilgan. Korrupsiyaviy profilaktik tadbirlar 635 marta o'tkazildi. Kadastr agentligi hamda Davlat kadastrlar palatasi, shuningdek, viloyat boshqarmalarining korrupsiyaga qarshi kurashish bo'limlari mas'ullari tomonidan joylardagi xatlovlarda bevosita ishtirok etgan holda jarayonlarning shaffof hamda to'g'ri amalga oshirilayotganini o'rganilib, nazorat qilib borildi. 5-noyabr kuni esa Kadastr agentligida e'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimi dasturi taqdimoti bo'lib o'tdi. Unda Kadastr agentligi, Genfakum hamda Davlat kadastrlar palatasi mas'ullari, ommaviy axborot vositalari xodimlari va jurnalistlarga o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish axborot tizimi, e'tirof dasturi yaratilishi va ishlash jarayonlari, aholi uchun ochiq va foydali tomonlari haqida ma'lumot berildi. 8-noyabr 2024-yilda Kadastr agentligi direktori va Davlat kadastrlar palatasi raisining murojaatnomalari e'lon qilindi. Shu kundan qonun ijrosi boshlangan mahalla nomlari e'lon qilinib, Davlat kadastrlar palatasining kadastr muhandislari tomonidan yalpi xatlov ishlari boshlandi. Xatlov jarayonlari muntazam nazorat qilinib, Davlat kadastrlar palatasi raisi va uning o'rinbosarlari har bir viloyat, har bir tumanlargacha tushib, ushbu jarayonda shaxsan o'zlari ishtirok etib, undagi masalalar va muammolarga barham berishdi. 2024-yilning qahraton sovuq kunlari bilan qo'rqitgan qishda ham kadastrchilar bir baxya ishni to'xtatmadilar. 2025-yilning jazirama yoz oylarida ham zahmatkash kadastrchilar xatlovni davom ettirdilar. Noqulay ob-havo sharoitida har bir xonadonni birma-bir xatlovdan o'tkazayotgan kadastrchilarimiz uy egalariga O'zbekiston Respublikasining 937-son qonuni mazmun mohiyatini tushuntirgan holda o'lchov ishlarini davom ettirdilar. O'z-o'zidan obyektlarning qilingan xatlov natijalari raqamlarda o'sib borishni boshladi. 2025-yil 15-fevralda xatlov qilingan obyektlar soni 100 mingga chiqqan. 2025-yil 25-iyulda esa ularning soni 500 mingga chiqqan. Bugungi kun holatiga kelib esa 900 mingga yaqinlashdi. Mahallalardagi e'lon taxtalarida va e'tirof.kadastr.uz veb saytida e'tirofga chiqishi mumkin bo'lgan ko'chmas mulklarning e'lonlari chiqa boshladi. Qonun talqinini noto'g'ri yetkazadigan blogerlardan tortib, kadastrchiman deya uyma-uy yurib pul yig'gan firibgarlar ham aniqlandi. Ularga aldanib qolmaslik uchun targ'ibot ishlari yanada kuchaytirildi.
Yer kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda Davlat kadastrlari palatasi rahbariyati ham ishtirok etdi. Unda palata raisi Mohir Valiyev so'zga chiqib, yer kadastrini yuritish, yer fondi va toifalari hamda 937-son qonun ijrosi masalalariga alohida to'xtaldi. Ushbu jarayonlarda o'zining fidokorona mehnati bilan ajralib turgan eng ilg'or kadastr muhandislarining faoliyati e'tirof etilib, har oy yakuni bo'yicha 10 nafardan soha fidoyilari Davlat kadastrlari palatasining mukofot puli va alohida ijtimoiy tarmoqdagi e'tirofi bilan taqdirlab borilishi yo'lga qo'yildi. Jarayonlarning shaffofligini ta'minlash maqsadida respublikamizning Jizzax, Qoraqalpog'iston, Farg'ona va Buxoro, Andijon, Toshkent viloyatlari hamda Toshkent shahrida press turlar tashkil etildi. Va nihoyat 1-aprel kuni xalqimiz kutgan qonun o'zining ilk ijobiy samarasini berdi. Buxoro viloyati Jondor tumanida ilk bor 5 nafar fuqarolarning o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonunga ko'ra mulk huquqlari davlat tomonidan e'tirof etildi. Birin-ketin barcha viloyatlarimizda matbuot kotiblarimiz o'zlarining xush xabarlari bilan chiqa boshlashdi. Sizlarga yana bir xush xabarni yetkazmoqchiman. Ularni e'tirof etish masalalari ham ko'rib chiqildi. Navoiy viloyati bo'yicha Bandixon tumanida yashovchi 4 nafar fuqarolarga deputatlar tomonidan tasdiqlandi. 2025-yil 20-aprelda 100 ta obyekt egalariga mulk huquqi e'tirof etilgan. Joriy yil 1-iyun holatiga 500 ta obyekt e'tirof etilgan. 2025-yil 25-iyunda 1000 ta obyekt e'tirof etilganligini qayd etamiz. Bugungi kun holatiga ularning soni 18 mingdan oshgani shuncha quvonchli oilalarga mulklarni tasarruf etishga imkoniyatlar yaratildi degandir. Bu raqamlargacha yetib kelish igna bilan quduq qazishdek bir gap. Ammo natijasi yurtdoshlarimizga katta imkoniyatlar taqdim etishi quvonarlidir. Hali oldinda rejaga qo'yilgan vazifalar ko'p, bilasiz. Qonun 2028-yilga qadar amal qiladi. Shunday ekan, Davlat kadastrlari palatasining zahmatkash xodimlariga xormanglar degan holda keyingi oy xatlov dayjesti ma'lumotlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Salomat bo'ling.